Assalomu alaykum aka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom ukam. Yaxshi. Aytingiz muborak bo'lsin. Tang bo'lsin, tang bo'lsin. Ismingiz nima? Ismim Xayrigul. Xayrigul aka, siz bizning Uyg'ur TV kanalimizni bilamsiz? Ha, bilaman. Men Uyg'ur TV'dan müştaq yangi xabarni ishlayotgan da boshqalarni anglab davomli Facebookda, YouTube'ga chiqib qolsam, o'sha xabarni ko'rman. Undaq sizcha bu Uyg'ur TV kanalimizdan jamiyatga bo'lgan ta'sirlari qanday bo'lgan? Mening his qilishimcha, Uyg'ur TV'dagilar hozir kundan-kunga shunda taraqqiy qilib, yangi har kun shu yangi xabar ishlashga tirishyapti. Uningdan boshqa so'zlaydigan diktorlar mana shundaq naytibak o'lchamli so'zlaydigan bularning-chu. Buningdan bak xo'sh bo'ldik. Anandan keyin hozir ularni müştaq nurg'unlagan filmlarni tarjima qilib, shu Turkiyada dang chiqargan kinolar bo'lsin, ashlarni tarjima qilib xalq sunish oldida deb angladim. Buningdan bak xo'sh bo'ldim endi. Undaqda sizning Uyg'ur TV ko'rilmani va bir ana bo'lish sifatingiz bilan bizning Uyg'ur TV'dan bir talabingiz bormi dedi? Meningcha hozir ballarni shu kino filmdan namdi, biroqlam ko'ma deb ulan cheklab bo'g'il bo'lmayotdi. Hamma ballar mush televizorni ko'rdi, shundaq ekranlashgan keyin xil karton filmlar bor endi. Mazmuni shu kichik karton filmlarninki nurg'unlarni ko'rsimi ballar mazmun faqat sog'lom emas. Endi uni ko'ma deb cheklaganmagandan keyin uning uchun chuqum shu ko'rdigan narsaning mazmunini sog'lomlashtirib, ballar eng yaxshi ko'rdigan mush hayvonlarning ko'proq chiqadigan balla bakrak qiziqdi ekan. Anandan keyin mush hayvonlarning tili orqali shu Uyg'ur madaniyatimizni saqlab qolish, shundaqlarni sog'lom bir aqida bilan cho'ng qilgan ashundaq filmlar bo'lsa, ko'proq tarjima qilib shu butun shu dunyodagi shu chet elda yashayotgan hamma Uyg'urlarga bir tarqalsa, hamma Uyg'ur oilalariga kirib, ballar shunday unumli foydalanib bir ona tilimizni saqlab qolish uchun bir tuhfa qo'shsa deb qarayman. Ümidim şu anda. Rahmet. Sizligim rahmet. Hamma joy cheksiz ketdingiz ekan. Şundan başlap bunun isterki olmaptı. Bu yerda hech qanday razil kuch ham hech qanday maxluq yo'q. Hayat mamatimga munosabatli hikoya. Biroq ansirmang, bu hikoya nihoyat qiziqarli. Hikoyaning bosh personaj men emas, balki Rafanzol ismli bir qiz. Hikoya quyoshning chiqishi bilan tang boshlandi. Uzun yillar ilgari kichikgina bir quyosh nuri osmondan yerga tushib, quyosh nuridan bir sehrli oltin gul unibdi. U gulning kasallarni davolaydigan va azoblarni yengillatadigan iqtidori bor ekan. Ko'rdinglarmi? U naqshi esila yoshligiga qaytdi. Qo'rqinchliqmikan? Dağlıqını sen hazırla aytib beray, ha? Bu tortning hisoboti albatta sana yedirdi. G'azabsiz qush. Ay! Kim qo'rqoqlar guruhi kelganingizda qarshi olamiz. Men sizning oq paylik hadingiz. Chavakchamı sağlamı buludu? Mening dunyoyimdan butkul dunyoga salom. Men cho'shqilar dunyosidan keldim.